Bu ma'lumotni akalar pulga ham topa olmaysizlar, kerak bo'lsa videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu ma'lumotni sizlar uchun tekinga shunday aytib ketaman. O'ta arzon bo'lgan strapilalarimiz mana 65 ming so'mdan. Shpirga regellarimiz 5,5 ming so'mdan. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Bugun do'konimizdagi yangi kelgan taxtalarda obzor ko'rsatamiz narxlarini. Iloji boricha chiroyli narxlarda, arzon narxlarda ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni oxirida endi qurish boshlaganlarga life hack zo'r maslahat o'rgatamiz. Akalar bitta ko'rib baho berasizlar, like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Boshlaymiz. Manzilimiz oldin aytib qo'ydik. Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumanida joylashgan akalar. Akalar mana eni 10 sm, qalinligi 2,5 to'liq razmer poltaxtamiz, ko'rishlaring mumkin. Quruqligi quruq, ho'lmas, ho'llikdagi razmer emas, quruqligi quruq. 100% sasna. Narxi ham o'ta qulay narxlarda, narxi 40 ming so'mdan akalar. Strapilamiz eng hammabop, ommabop, narxi qulay bo'lgan strapilamiz. Razmeri qalinligi 12 sm, qalinligi 4 sm, eni 12 sm-lik 100% quruq bo'lgan strapilamiz. Narxi 65 ming so'mdan jindepini o'tman beramiz. Kubaga olaman deganlarga Kubaga ham qilib beramiz arzonroq narxlarda. $290. 10,5 ga qalinligi 3,2 lik strapilamiz. Narx o'ta qulay narxlarda 45 ming so'mdan teraydi narxida. Terak strapilarning narxidagilar. O'zlaring mana bitta ko'rib baho berasizlar. Terakda ham garbili bo'ladi. Bunda ham ozmoz bunaqa holatda garbili bor. O'shani hisobiga terak narxida bo'lib ketdi akalar. Ko'rishlaring mumkin. Bu taxta garbili deyishlari mumkin. Terakda biroz noyda ham garbili bo'ladi. O'shani hisobiga bu jinni garbili borligining hisobiga terakda biroz noyda narxida bo'lyapti akalar. Ko'rishlaring mumkin mana. Hamma tomondan bitta ko'rsatib qo'yamiz. 16 lik strapilamiz bor. Mana sifatlari. Putoqlari hammasi mayda putoq. Katta sinib ketadigan holatda putog'i yo'q bularda. Sifatlari, tekizliklari tekis, qing'ir qishig'i yo'q. Liniyalar tekis. Narxi 90 ming so'm kami bor, tushib beriladi. Nechta kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. 16, qalinligi 4 sm, uzunligi ham 4 metrlik. Hop, poltaxtani o'ta sifati zo'ridan ko'rishlaring mumkin mana. Sifat o'ta zo'r, tiniq. Eni 10 sm, qalinligi 2,3 chiqadi bu, 2,3, 2,4 chiqadi. Narxi 40 ming so'm bu ham. Uzunligi 4 metrlik. Bundan anaqa garbil sarvili yo'q. Sifati zo'r chiqadi, tekis zo'r chiqadi bunagilar. Hop, strapilarni sal jonliroq kerak menga. Nimjon strapilalar bo'lmayapti deganlarga bu maxsus bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin mana. O'zi strapilar zo'r bo'lsa terilishni o'zi aytib turadi. Strapilar qanaqa holatdaligi. Mana hammasi tekis, qing'ir qish holatda joylashmagan, hammasi ko'rishlaring mumkin. Narxi ham o'ta qulay narxlarda, qimmat narx aytish yo'q. 80 ming, 78 ming, 79 ming degan narx yo'q. 75 ming so'mdan akalar. Ko'p olganga, ulgurji olganga chiroyli narxlarda kelishtirib beramiz akalar. Ko'rishlaring mumkin mana. Eni 14 sm, qalinligi 4 lik, narxi 75 ming so'mdan. Qancha kerak bo'lsa bundan bor, yangi tushdi mana 100% sasna. Ko'rishlaring mumkin. Sifatlari zo'r chiqadi, uyaltirmaydi. Xudo xohlasa. Yondan ham ko'rsatib beradi. 4 metrlik strapilarni ko'rsatding. Endi 6 metrlikdan ham ko'rsat arzonrog'idan deganlarga 6 metrlik eni 10,5 chiqyapti. Qalinligi 3,5, uzunligi 6 metrlik strapilamiz 75 ming so'mdan mana ko'rishlaring mumkin. 75 ming so'mdan. Garbili yo'q buni. Hop, endi sal jonliroqdan so'raganlarga mana 14 ga qalinligi 3,5 ligidan, uzunligi 6 metrlik. Ko'rishlaring mumkin. Bular Sibir taxtasi, bu 6 metrlik bular emas, Sibirdagi. Narxi 110 ming o'tib beramiz, ozmoz o'tib beramiz. Ko'rishlaring mumkin mana sifatni. Endi buni jinda qimmat ekan, menga jinda arzonroq kerak deganlarga jinda arzonroq variantlari bor. Bu kurgandiki mana. Kurgandiki sifatni ko'rishlaring mumkin. Tekizlar hammasi tekis, qing'ir qishig'i yo'q. Narxi
undan ko'ra sal yengilroq chiqadi. Narxi 105 ming so'mdan 14 ga, qalinlik 3,5, uzunlik 6 metrlik. Xo'p, 4 metrlik strapilamizda jinda arzonroq varianti bor mana. Eni 10,5 chiqadi, qalinligi 4 chiqadi. Uzunligi ham 4 metr mana. Sifatlari butaq katta sinib ketadigan holatda butaq yo'q. 100% sasna, tekizliklar, liniyalar hammasi tekis. Narxi o'ta qulay narxlarda 55 ming so'mdan. Ko'rishlaringiz mumkin. Ko'rib bitta baho berasizlar. Like bosib qo'yasizlar akalar. Xo'p, strapilarni 105 milliga menga ozgina qimmatli qilyapti degan akalarga undan ko'ra ozgina arzonroq variantda qing'ir qishi bu ishlatilmaydigan holatdagi strapilar bas. Tekizliklari tekis. Narxi jinda yengilroq kelgan, yengilroq sotamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Tekizliklar tekis. Buni narxi 100 ming so'mdan qilib beramiz. 14 ga 3,5lik, uzunligi 6 metrlik strapilamiz. Endi 11lik strapilamiz bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Tekizliklar hammasi tekis. Uzunligi 6 metr, eni 11 sm, qalinligi 3,5, narxi 85 ming so'mdan. Xo'p, mansard qilyap turgan akalarga 15 ga 5 pilisovoy Sibirdagi sinig'i yo'q, ichida chirigi yo'q, garbilar yaramaydigan holatdagisa bir dona ham chiqmaydi. Chiqsa bemalol ajratib qo'yishaveradi mana. Narxi 170 ming so'm donasi. Qalinlik 5, eni 15, 14, 14,5, 14, 3 emas. 15, tiniq 15, 15 dan ham kattaroq chiqyapti, 15. Uzunligi 6 metrlik. Strapilarni qoqdik, endi reka ham kerak degan akalarimizga rekamiz eni 5lik, 5 chiqadi, qalinligi 3,5lik, uzunligi 6 metrlik. Narxi o'zi 6,5 ming so'm. Sizlarga akalar jinday arzonroq narxda qo'yib beramiz, 6300 so'mdan qilib beraveramiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. 6300 so'mdan, uzunligi 6 metrlik, eni 5, qalinligi 3,5lik mana sifatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Sinib ketadigan holatda putag'i chiqmaydi, channab ketgani yo'q buning ichida, qurt teshgani yo'q buning ichida. Bular Sibir taxtasi akalar. Bu rekamiz 4,7, 4,8 chiqib qoladi. Uzunligi 6 metrlik, qalinligi 3,5, narxi 6 ming so'm. 4 metrligi 5,5 ming so'm. Endi akalar sizlarga foydali maslahatni biri. Bilganlar uchun bir qaytarish bo'ladi, bilmaganlar uchun endi qurish boshlab, endi beton kuygab turgan paytga kelgan akalarimiz uchun bu maxsus bo'ladi. Xo'p, akalar, uyimda eni 3,5 metr qolishi uchun nech metrli beton kuyishim kerak enini deganlarga 4 metrli kuysalaring bo'lmaydi. Xo'p, to'liq 3,5 qolish uchun eni uylaringda ichi 3,5 qolish uchun 4,5 metr kuysalaring. Yarim metrdan chiqib ketib qolsa 3,5 metr bo'lib qoladi. Unda to'g'ri kelmay qoladi. 3, 4, 30 qilib beton kuysalaring devorda tashidan tashigacha 40 cm dan 40 cm, 30 cm dan to'silimiz minadigan bo'lsa, o'shanda sizlarga 3,5 metr qoladi uylaringda ichi. Hop, 4,5 metrlik kuyib qo'ysalaring 3,60, 3,70 bo'lib qoladi. Bu to'sin tashlab turganlaringda ham sizlarga to'sin qimmat tushib ketib qoladi. Gilam olyapti turganlaringda ham qimmat tushib ketib qoladi. Ertaga polqoqlab turganlaringda ham ortiqcha polqoqasizlar. O'shaning uchun uyda razmerini, betonni kuyishdan oldin to'sinni minishini hisobiga, keyin devorda ikki tomondan lagani minishini hisobiga o'shani chiqarib 10 cm, 10 cm dan qisqartirib qo'ysalaring maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuncha mehnatimizni qo'llab-quvvatlab bitta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Sizlarga bundan-da qiziq bo'lgan ma'lumotlarni, bundan-da qiziq, arzon bo'lgan strapilar aka to'sinlarimizni chiroyli narxlarda ko'rsatamiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Nima kerak bo'lsa, qilib beramiz qo'ldan kelgancha.